Assalomu alaykum Diyoruz kanalining qadrli obunachilari. Endi biz musofir aka-ukalarimizni o'ylagan holda musofirdami O'zbekistondan ma'lum bir miqdorda 1,5 ming dollar, 2 ming dollar pul yig'ib berdingiz, lekin taksi kira qilgandan ko'ra birta ish boshlamoqchisiz, biznes boshlamoqchisiz. Ya'ni 1,5 ming dollar pul tikib turib, qishloq sharoitda ham ko'rib turganlaringdek, to'q gaz kerak emas. Ozgina yopiq joyingiz bo'lsa bo'ldi. Atigi 1,5 ming so'm pul boshlaysiz, pul bilan boshlaysiz, zo'r biznes. Bahrom akam hozir aytdilar, xalqqa hozir bor ochiq oydin hamma yo'qlar bilan ko'rsatamiz. Nechta pul tikasiz? Kuniga 1,5 million, 2 million so'mgacha yaxshi boshlab olsangiz, boshlanishiga 500 mingdan 800 ming so'mgacha sof daromad qilsa bo'lar ekan. Mana shu pardani ortida o'sha narsa turibdi. O'shaning uchun mehnatimizni qadrlab bittadan like bosinglar. Bu biznesimiz aniq sizlarga manzur bo'ladi. Assalomu alaykum. Bahrom aka, kuniga aytib o'tgandim aka, 1,5 ming dollar pul tikib, 1,5 million, 2 milliondan boshla odam o'rgatib olsa, keyinchalik 500 ming so'mdan 800 ming so'mgacha kuniga daromad qilsa bo'ladi. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum Diyorbek Uz kanalining obunachilari. Hammanglar xudo xolasa achchiq choy damlab, kofe damlab, lakni bitta-bittadan urib tursanglar, mana Ro'za buvamiz kirib kelyapti, xudo xolasa. Eng kami bir komplekt apparatimdan 200 dollardan xudo xolasa bonus qilib o'tib beraman inshaalloh. Bo'ldi, boshlaylik. Bitta ko'rsatamiz aka, bo'lmasa. Bismillah, qani. Birinchi bo'lib aka, mana chap qo'ldagi pul toparimizdan boshlayveraylik aka, bo'lmasa. Mana shu narsamiz xudo xolasa velikan. Aha. Mana shu narsamiz siz videoda aytib o'tganingizdek xudo xolasa kuniga mana shu 1,5 million so'm, 2 million so'mdan daromad keltiradi. Aha. Xo'p, bu narsamiz avtomat reska bo'ladi, gazoblok liniyasi bo'ladi xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, buning ichida komplektlar ichida nima kiradi desak, avtomat reskamiz usulini variantda bu. Buni ham 3 xil varianti bor xudo xolasa. 1,5 ming dollardan boshlab 1800 dollargacha o'zini sotasizlarmi deganlar ham so'rab qolyapti, kommentariyada yozishyapti-da. Bu 1800 dollarlik usulini variant bu. Usulini variant. Albatta. Xo'p, komplektimizda avtomat reska 2 tonnalik mana bu yo'nkisimiz bor xudo xolasa. Aristonlar bilan tayyor. Xo'p, bitta mishalkamiz bor mana xudo xolasa. Komplektimiz ichida xudo xolasa. Hamma joyda 8 tadan qo'yib qo'yibdi. Ro'za buvamiz kirib kelyapti. 10 tadan qolib qilib beraman. Maşallah. 10 tadan. Biz joy tanlamaymiz. Vodiy emas, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor xudo xolasa. 5,5 ming dollardan chiroyli qilib avtomat reskalar olib borib, liniya qilib ishga tushirib berib kelamiz. Endi qarang, Bahromjon aka, buni sarflasa, bitta odamlarga siz suni ichidasiz, nech puldan daromad qilsa bo'ladi? Realni qoladiganini aytgan yaxshi bir xillar 7 ming, yo'q, 7 ming, 8 ming yo'q. 5 ming so'mdan sof foydasi bor. Ha, 5 ming so'mdan. 5 ming so'mdan borini aytish kerak. Chunki hozir bu avtomat reskamizda kuniga eng kami shu 10 ta qolib bilan 300 ta 320 tagacha kuyadi. 300 taga endi 5 ming so'mdan bo'lsa, 5 ming so'mdan bo'lsa 1,5 million so'm foydasi bor. Faqat ishlash kerak, buni olib borib metallon qo'yib, realni ishlasa, xudo xolasa tishlaydi bo'ladi. Xudo xolasa. Akalar, ma'lumot zo'r ketyapti. Bittadan like bosinglar, qaranglar. Agar bu mana avtomat leska liniyali bo'ladi. Bu 2 kishi bilan ishlasa bo'laveradi. Albatta, ish chiqishidan ham yutadi. 4 kishi emas, 2 kishi ishlataveradi, bemalol. Albatta. Bo'ldi. Qaranglar, joy olasizlar, joyda olib avtomat reskani qo'yadigan bo'lsalar, 2 kishi bilan boshlasalar, aytaylik kuniga 300 ta, 320 ta chiqadi. 5 ming so'mdan qolaveradi donasidan. Ag'ini o'zlaring kalkulyatsiya qilinglar. Kuchlaringga qarab 100 ta, 200 ta qilsalaringdan foyda qilasizlar, lekin kamroq. Endi 5 ming o'sha apparatimiz, agar bu narxi qimmat aka, menga boshlanishigacha yengilroqdan qilib bering. Maylicha arzonroq toping, lekin kelin tushib olay. Video akalarimiz nima qilamiz endi aka? Xudo xolasa kelin sho'g'li desa yengilrog'i ham bor. Mana 5,5 ming dollar narx aytdim hozir. Ro'za buvamiz 19 dan xudo xolasa og'iz bekiy bo'lar ekan. Ro'za buvamiz kirib kelishiga ilashib qolsa 200 dollardan mana bonusimiz bor xudo xolasa. Inshaalloh. Bismillah. Xudo xolasa bizni nomimizdan chiqinglar 200 dollar tushib beradilar. Endi puli ozroqlargacha. Puli ozrog'i ham bor xudo xolasa. Qanaqa endi aka? Uni ham tushuntirib bering aka. Xo'p, shunday variant xudo xolasa kichikroq bo'ladi. Komplektim ichida bitta mishalkasi bo'ladi. Xo'p. 2 tonnalik yo'nkis emas, 1 tonnalik bo'ladi yo'nkisimiz. Yo'nkisi kichikroq. Rajstolimiz, kichikrog'i bo'ladi, xudo xolasa. Komplektida 2 ta emas, bizda 3 ta qolipi bo'ladi. 3 ta qolip. 3 ta qolipi, bitta reskasi, 3 xil arrasi bilan bo'ladi. Endi bitta qolipga nechtadan sig'adi? Bitta qolipimiz 12 tadan sig'adi. 12 tadan. Endi qarang, bu kichkinasi kuniga nechta chiqadi bundan? Bu ham xudo xolasa shu 120 ta, 130 tagacha kuysa bo'laveradi. 120 ta, 130 ta. Mana o'sha endi yangi boshlamoqchi bo'lsa, shunga riskovat qiling. Agar xudo xolasa sezonni yaxshi olsangiz, keyin mana liniyani ham qilib berishaveradi.
agar siz mashina ishlamoqchi bo'lib liniya oqtarayotgan bo'lsangiz, liniyani o'zi ham komplekt qilib ham sotilaveradi. Ko'rib turganingiz komplektda O'zbekistonda qolgan ishlab chiqaruvchilar qo'shib berayotgandan Xudo xolasa, mana akamiz aytadilar, Ro'za Ramazon hurmatida mashinalarni men ko'proq qilib qo'shib beraman dedi. Ikkita emas, 3 ta qilib qo'shib beraman dedi. Endi bundan nechta chiqadi kuniga aka ishlasa? Kuniga shu ishlasa 100 ta 120 ta chiqadi. Mendan emas, boshqa joydan olishsa ham Xudo xolasa mana shu listiga ahamiyat berib qo'yishaversin. 2 plisovod toza Rossiyaniki, mana shu listi bor-ku. 2 plisovod. Cheres tarozi qo'yib beraveraman. Tarozga qo'ysa ham aytadi, qozoqliknikini ham, Rossiyanikini ham qo'yib beraveraman. Luqmay halol degan joyi bor. To'g'risini deb aytib, gapirib yulagan yaxshi bo'ladi. Ya'ni bundan ham 5000 so'mdan kalkulyatsiya qo'yinglar, nechta chiqarsa, dog'olasi donasidan 5000 so'm bor. Endi qarang, gazoblok liniya bor. Kichkinasi arzonroq, qimmati bor. Endi gibridi ham bormi? Gibridi ham bor, xudo xolasa. Mana chiroyli savol berdingiz. Gibridimiz ham gazoblok kuyadi, ham penoblok kuyadi bu ham. Ham penoblok. Ham ikkalasi bitta. Bitta ikkalasi ham xudo xolasa. Buniki ham faqat rastvori bunga gibridga moslangan. Bochkamiz sal undan ko'ra sal kichikroq bo'ladi. Kuniga bunda ham xudo xolasa shu 100 ta 120 ta svobodni o'ynab o'tirib kuysa bo'ladi. Buni ham avtomat reskasi bor, narigilarda ruchnoy reskalari. Xo'p, keyin buni ham bochkasi 1 tonnali bo'ladi, 2 tonnali emas. Ko'pchilik adashtirib qo'yib 2 tonnali qilib bermaysiz. Yo'q, 1 tonnali bo'ladi. 1 tonnali. 1 tonnali bo'ladi. 100 tadan 120 tagacha. Bir kun pena, bir kun gazablo chiqaring. Buni ham xudo xolasa donasidan mana aytib, biz o'rtacha hisoblayapmiz. Hamma joyda, har xil viloyatlarda har xil bo'ladi narxlar. O'rtacha 5000 so'mdan olsalar qancha foyda qilasizlar? Ko'rib turganingiz, komplektda beton mishalga leska hamma yo'g'i bor. Keyin mana buni ham xudo xolasa, Ro'za buvamizga ilashib qolsa, hozir komplektda 3 ta deyapmizmi? Inshaalloh mana buni ham 4 tadan qilib beramiz. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa inshaalloh xotirjam kelishaversin. Bemalol qaranglar. Xo'p, buni apparatda aka ishlatish, o'rnatishlar qanday bo'ladi endi? Hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Bu shuni yer qolib deydi, olib borib ko'rib joyini, qayerga o'rnatiladi, nima qiladi, qanday kuyiladi, hammasini sostavini daftarcha qilib yozib, realni amaliy kuyib ko'rsatib berib kelinadi. Ishlatib, ko'rsatib, mahsulotni sizlarga ko'rsatib, keyin qaytishi. Bu O'zbekistonning 12 ta viloyatiga hamda SNG, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston farqi yo'q. Luboy joyga chiqarib berishaveradi, ko'rib turganlaringdek. Kichikroqni so'rasalaring, mana bu narxi nech pul edi? Buni 1,5 ming dollar qildik. 3 ta edi. 4 ta qilib beramiz, deyapti Xudo xolasa. Ro'za ochib, duo qilib, paddeshga qilib tursa bo'ldi, inshaalloh. Xudo xolasa paddeshga qilib turasizlar. 1,5 ming dollarga gibridi, xolasizlar gazoblokni o'zingizlar 1,5 ming dollarga kichikroq minisi. Endi menga bundan ishlatayotgandim, sezonda yaxshi ishladim. Endi menga liniyasi kerak desalar, xudo xolasa mana 5,5 ming dollarga aytdilar, xudo xolasa Ro'za Ramazonga kirib qolsa, biz obunachilarimizga 200 dollardan o'tib beradilar. Bu 300 ta 320 ta chiqaradi, narigilar 100 ta 120 ta kuniga chiqaradi. Bu 2 ta odam ishlasa, narigilarda 3 ta 4 ta odam ishlaydi. Pastda qaranglar, Bahramjon akamiz o'rnini qoldi. Bata juda ko'p bizneslari bor. O'zlari adashmasam 8 yil, 9 yildan beri shu sohaning ichidasiz aka. Xudo xolasa inshaalloh 8-9 yil bo'lib qoldi. 8-9 yil ichidan beri shu sohaning ichidalar. Xolasalar bu ishlab chiqarish deysizlarmi? Tashqi fasadga nariyada yana nima deydi? Yangiliklari bor. To'liq ma'lumot olish uchun videoda boshida nomer qoldirganmiz. Pastda nomer bor. Telegram, WhatsApp, imo hamma yo'g'i bor. Bemalol aloqaga chiqib, qanaqadir savolga biz javob bermagan bo'lsak, akamizga telefon qilib, xudoolasa bemalol bizning nomimizdan chiqsalar, shu aytayotganlarda skidkalarni o'tib, qo'shadiganlarni qo'shib beradilar. Bahramjon aka, ma'lumot uchun katta rahmat aka. Sog' salomat bo'ling.